Assalomu alaykum qadrdonlar. Stol-stullarimiz ham, kachelalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo do'konlarimizga chiqib qoldi. Bu kachelarimizni shunaqa ikkita matrasli, bitta matras bo'ladi, ikkita yostiqchasi bo'ladi. Prujinalar ham baquvvat, trubalar ham ko'p turibsizlar. Ikkitadan tushgan pastlargacha baquvvat prujinalar ham. Bag'da bir kishiliklar bor. Xudo mana to'qilishlardan ko'rsizlar, chiroyli qilib to'qilgan, baquvvat qilib. Xudo uzilib ketmadi, qishin yozda optoqda qorda ham turaveradi. Seriya stol-stullarimiz tayyor bo'lgan, 6 kishiliklar bular. Xonamiz 90 ga 140. Bag'dan ishkalan sviti ham bor. Bu ham 6 kishiligi. Ishkalan svitimiz 2 kishiligi ham bor. Tepada tayyor. Bag'dan dashni stol-stullarimiz ham, ishkalan svitlari ham, qizg'ishroq temir stol-stullarimiz ham bor. Shunaqa yo'llarga chiroyli qilib gullarni qo'yib berganmiz. Xohlovchilarga anaqa ko'k svitlar qilib berganmiz tayyorlab. Bu 8 kishiliklari qoralardan ham bor. Dog'alasi tayyor bilan. Bag'dan ishkalan svitligimiz bor. Bu ham 8 kishilik, uzunligi 1.70 bo'ladi. Taxtamiz qalinligi 6 ga 208 bo'ladi. Profilimiz razmeri 4 ga 2.5, stenkasi 0.9. Hammasiga shunaqa gullarni qo'yib berganmiz, chiroyli qilib. Mana stol-stulimiz sevsa, shunaqa oynalarimiz bo'ladi. Oynaligimiz qalinligi ham 6 millik bo'ladi. Oynani ham har xilini qilib bera olamiz. Qora, yodli, oq qilib beramiz. Tashqariga chiqmaganlarimiz ham bor. Seriya rangda. Mana yana 2 kishilik kachelarimiz bor. Ba'dan stol-stullarimiz tayyor, xolasi. Mana 1 kishiligimizda shunaqa bitta matras bo'ladi. Bitta anaqa yostiqchalar beradilar. Xudo xolasa. 1 kishilik kachelarimiz bu komplekt. Mana 2 kishilikniki. Ana kitob qo'yadiganlarni ham qilib qo'yganmiz. Klientlarimizga inshaalloh buni bonus qilib beramiz deb niyat qilib yasab qo'yganmiz. Tufli qo'yilgan podstavkalarimiz bor. Tufli qo'ysa bo'ladi. Mana shu tufli latadan, tufli cho'tka, tufli kremdan qilib qo'ysa bo'ladi, chiroyli qilib. Stol-stullarimiz oynaga ichkarida mana tashqari sinib qolmasin, changib qolmasin deb ichkariga kirib qo'yganmiz. Skameykamizni yig'ishtiriladi. O'pposani ham bo'ladi. Tagi shunaqa noshkalarni qoqqanmiz. Purchatkani, kafillarini ishqalab qo'ymaydi, xudo xolasa. Yo'li betga xudo xolasa kiyib turib bo'lishi mumkin. Ba'zan 1 kishilik kachelarimiz shunaqa yostiqdan bitta bo'ladi. Bu ham yig'ishtiriladi kachelarimiz. Shunaqa ikkitadan galga bo'lib tushadi o'ynaydigan. Biz vaqtinchalik bitta qilib qo'ytirib qo'yganmiz. Yig'ishtiriladi bu ham, qishda olib qo'ysam ham bo'ladi o'zini. To'qilishlarga e'tibor berasizlar. Chiroyli qilib to'qilgan, xudo xolasa. Bu ham 100 kg 170 kilogacha odam ko'taraveradi. Marg'ilonda olishing mumkin. Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib bera olamiz. Andijonga, Farg'onaga qilib, Namanganga ham aloqaga chiqsa, Namanganga ham qilib beramiz. Namanganda o'zi bitta filialimiz bor.